Assalomu alaykum hammaga. Uzoq kutilgan Chempionlar Ligasining birinchi turi ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugun asosiy o'yinlar to'g'risida gaplashamiz. O'yinlar juda ko'p. Shuning uchun biz 5 ta o'yinni tanlab oldik. Bizning fikrimizcha juda ham qiziq bo'lgan. Shular to'g'risida bugun sizlarga kichkinagina obzor beramiz. Birinchi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, bu Juventus bilan Borussia Dortmund o'yini. Sразу aytishim mumkin, birinchi taymni umuman esdan chiqarsanglar bo'ladi, chunki birinchi taymda uxlab qolmagan muxlislar ikkinchi taymda maza qildi. Chunki birinchi taym shunchalik zerikarli bo'ldiki, ko'pchilik boshqa o'yinni ko'rishni boshlab olgan bo'lsa, men hayron bo'lmagan bo'lardim. Lekin ikkinchi taym boshlangandan keyin tushunarli bo'ldiki, to'shto ikkita jamoa ham bugun qanaqadir bir mo'jiza yaratishga qodir. Chunki bitta taymda o'zi 8 ta gol kiritildi. Juventus 90-minutgacha to'g'ri yutqizayotdi, 90 plusda 2 ta gol urib qo'ydi. Menimcha Tudor o'zi ham tushunmadi qanaqa qilib bu ishlar bo'layotganini, chunki Juventus tushunishingizcha ikkinchi o'yin podryad 90-minutdan keyin gol uryapti. Bittasida Inter yutib qo'ydi, ikkinchisida hozir bu yerda nechani elib ketdi. Zaminada qolib ketgan Dušan Vlahović ham zamindan chiqib 2 ta gol urdi. Menimcha o'zi ham kutmagan edi. Chunki Dušan Vlahović bundan oldingi o'yinlarda ham zo'r o'ynay olmayotgan edi. Shuning uchun Tudor uni zaminada qoldirayotgan edi. Juventusda bittagina yulduzi bor, uni ham ismi Yildiz. Kenan Yildiz juda ham ko'p harakat qilyapti. O'z Juventus asosiy taktikasi ham menimcha shundan iborat. Ko'pdan Yildizga beramiz. Yildiz nimadir qilib tepib gol ursa urdi, yo'qmasa ko'pdan yana Yildizga beramiz. Boshqa variant yo'q edi. Men birinchi marta ko'rdim. Karim Adeyemi Borussiada juda ham yaxshi o'yin o'ynadi, o'yin ko'rsatdi. Menimcha endi bu o'yinni shu Brillardan keyin ko'rsa kerak, chunki Karim Adeyemi juda nestabil o'yinchi, Xuddi shu narsani Bensebaini to'g'risida ham aytsa bo'ladi. U ancha talashdan Gerasi bilan shu penaltini olishdi. Penaltini urdi, Gerasini oldi, yugurib bordi. Gerasi ham menimcha juda xursand bo'ldi Bensebaini uchun, chunki u golni o'zi Gerasi urmoqchi edi. Nima deyishim mumkin? Menimcha bu o'yin juda ham bir kazusli o'yin bo'ldi, paradoksalniy o'yin bo'ldi, chunki juda ham ko'p tushunarsiz narsalar sodir bo'ldi. Aytganimdek, Tudor menimcha o'zi ham tushunmayapti, chunki o'yindan keyin aytdiki, to'g'ri biz ikkinchi o'yin podryad comeback qilyapmiz, 4 ta gol uryapmiz, bitta o'yinda yutdik, bu o'yinda biz o'zimizning xarakterimizni ko'rsatyapmiz deyapti. Lekin u ham tushuntiribdi-da, shu u yog'iga bu narsa davom etishi mumkin emas edi. Chunki u ham bilmaydi qachongacha bu davom etadi. Juventusda konkret bir taktika yo'q edi. Uni asosiy taktikasi Yildizga ko'p to'ni berish, Yildiz uzoqdan gol ursa uradi, bo'lmasa mayli. Keyingi o'yin Marsel bilan, demak, Real Madrid. To'g'risi, men De Zerbi jamoasidan ko'p narsa kutgan edim. Qaysidir ma'noda qisman bu narsani oldim, tan olish kerak. Birinchi taymda bo'limini yaxshi o'ynagan Mason Greenwood ikkinchi taymda umuman yo'qolib qoldi. Afsuski, unda juda zo'r vaziyat bo'ldi. Taym oxirida, ikkinchi taym oxirida jamoani yutqizyapti, 2-1 yutqizyapsan. Shu golni ursa 2-2 bo'ladi. Hech bo'lmasa Madriddan 1 ochkoni olib ketish mumkin. Yo'q, u tepaga tepib bordi. Endi o'yinda bo'ladi bu narsa, talashish yo'q. Chunki birinchi golni menimcha Mason Greenwood o'zi yaratdi. Yo'q joydan Gülerdan ko'p to'n olib qo'ydi. Güler noto'g'ri pas berdi, undan ko'p to'n olib qo'yishdi. O'zi oxirigacha yugurib borib, 3 ta himoyachini atrofiga yig'ib olib, demak, pas berdi. Gol bo'ldi. Adashmasam Timothy Weah gol urdi. O'yin zo'r bo'ldi o'zi. Qaysidir ma'noda Xabi Alonso jamoasi menimcha birinchi marta mavsum davomida bunaqa bir oppozitsiyaga uchradi. Chunki Marsel Real Madridda yuqori pressingdan bir amallab chiqishga harakat qildi. Bir xilda bu o'xshadi, juda ham yaxshi o'xshadi. Yaxshi hujumda qilish oldi. Lekin umumiy olib qaraganda gapirgim kelmayapti, lekin baribir shu sudya hammasini hal qildi. Chunki ko'p fikrlar bo'lindi. Birinchi penalti 100% bor edi, erta foul edi, lekin ikkinchi penalti bu qo'l kimdir aytdi, bu oporniy qo'l, kimdir aytayotdi, to'shto ko'pda oyog'idan kelib keyin qo'liga urildi. Shuncha bu yerda 100% bir aniq fikr bo'lishi mumkin emas. Kimdir aytayotdi bu penalti, kimdir aytayotdi bu VAR. Shuning uchun Real yutdi, lekin baribir savollar ko'p.
Keyingi o'yin bizda Bavariya bilan Chelsea jahon chempionatini yutgan edi, finalda PSJni yutgan edi. PSG bo'lsa jahon chempionatida Bavariyani chiqarib yuborgan, lekin Bavariya o'shanda juda ham yaxshi o'yin ko'rsatgan edi, tan olish kerak. Hozir bo'lsa Chelsea Allianz Arenaga keldi. Allianz Arenada juda ham yaxshi o'yinni meni fikrimcha boshladi. Ancha paytgacha Bavariyaga yaxshi oppozitsiya ko'rsatdi, lekin Bavariyada Michael Olise degan futbolchi bor. Michael Olise, Harry Kane bu ikkitasi butun o'yinni hal qilib tashlagan o'yinchilar deb hisoblayman. Endi juda ham bitta katta savol turadi. Bavariya shu ikkita o'yinchisi ikkitasidan bittasini hech bo'lmasa yo'qotsa nima bo'ladi? Chunki yarmidan ko'p momentlarni Olise yaratdi. Pauza ushlashi, pas berib yuborishi, driblingga kirishishi bu juda ham kuchli. Juda ham kuchli futbolchi. Lekin Bavariyada baribir muammo bor. Bu muammo nima? Ularning realizatsiyasi. Chunki Bavariya oldingi yil Interga qarshi o'yindagi 100 ta moment bo'ldi, bitta gol urishdi. Bu haqiqiy Bavariya. Keyingisi. Atletico. Keyingi o'yinimiz bu Liverpool Atletico Madrid. Marcos Llorente butun karyerasi davomida Chempionlar Ligasida nechta gol urganini bilasizlarmi? Bor yo'g'i 7 ta yoki 8 ta. Endi qiziqroq fakt aytaymi? O'shalardan 4 tasini Liverpool urgan. Undan ham qizig'ini aytaymi? Ularning hammasini Anfield urgan. O'zi bu o'yinni ko'rgan odam tushunsa bo'lardiki, to Liverpool Atletico Madridga qarshi emas, именно Marcos Llorentega qarshi o'ynaganini. Marcos Llorente birinchi gol urdi, ikkinchi golni ham urdi. Eng qiziqarlisi, birinchi golda to'g'ri etdi, ozgina xato qilgan bo'lishi mumkin Liverpool himoyachilari, lekin o'sha yerda oxirigacha o'ynash kerak edi. Llorente oxirigacha o'ynadi, gol urib ketdi. Ikkinchi golda bo'lsa havodan tutib zarba berdi Koptoga. To'g'ri, ozgina rikoshet bo'ldi, lekin baribir bu golni urish kerak edi. Atleticoga nima yetishmadi? Atleticoga qolgan 10 ta o'yinchi yetishmadi. Chunki Marcos Llorente bitta o'zi hech nima qilamadi. Uglovoy bo'ldi, Soboslay Van Dijk yana bir marta ko'rsatishdi, to что Liverpoolda xarakter juda железный, lekin mana farqli o'laroq aytaman, Juventus o'zi tushunmayotgan bo'lsa qanaqa bo'lish qilayotganini Liverpool buni juda ham yaxshi tushuntirdi. Chunki Liverpool shu ikkinchi gol o'tkazgandan keyin резко davleniyani oshirdi, bosim hamma tomonlama kuchaydi. Soboslay hujumga chiqadigan bo'lsa, bu juda qo'rqinchli оружие bo'lib ketyapti, chunki Liverpoolga gol urdi, juda ham ko'p aniq передаchalar beryapti, juda ham xavfli tepadi. Mana bu o'yinda ham oxirgi golga Van Dijkga именно demak Soboslay uzatma berdi. To'g'ri, Uglovoydan, lekin bu передачani to'g'ri berish kerak edi. Van Dijk ham ko'p o'ylanib turmasdan haqiqatda kalla qo'ydi. Bizda keyingi o'yinimiz Newcastle bilan Barcelona. Bilasizlarmi, bitta narsa, Manchesterda bitta odam juda qayg'u tortgan menimcha. U odam ismi Ruben Amorim. Nimaga? Chunki Manchesterdan ketgan o'yinchilar juda ham yaxshi o'ynashni boshlashdi. Ayniqsa Marcus Rashford. O'yinni ko'rgan odamlar tushunishi mumkin, o'ylashi mumkin, Marcus Rashford yorvardi, zo'r o'ynadi, ko'rsatib qo'ydi kimligini deb. Lekin sizlarni xafa qilaman, Barsa muxlislari xafa bo'lmanglar, lekin Marcus Rashford juda yomon o'yin o'tkazdi o'zi. Chunki men birinchi taymda ayniqsa ko'rdim. Birinchi taymdan keyin birinchi bo'lib zamina qilish kerak bo'lgan o'yinchi menimcha Marcus Rashford. Chunki juda ham ko'p poteriya qildi o'yin. Juda ham ko'p. Ko'p to'n oladi, birga bir dribling kirishmoqchi bo'ladi, shu защитникni yorib o'tib ketaman deb o'ylaydi, lekin защитник ham bu oyog'i bor, bemalol qo'ya oladi. 34 yoshli Kieran Trippier tushunishi uchun Marcus Rashfordga qarshi juda ham yaxshi o'ynadi deb hisoblayman. Chunki driblingni unaqa ko'rsata olmadi Marcus Rashford. Lekin tan olish kerak, kerakli paytda u именно shu instinkt убийцы deydi ruschasiga. O'sha instinkt убийцani yoqdi. Demak, jarima maydonchasining ichida kalla qo'yib zo'r gol urdi. Bu Barselonaga juda kerak edi. Chunki Newcastle bosimni dahshat qildi birinchi bo'limda. Juda dahshat. Flick aytib o'tdiki, o'yindan keyin bizda yaxshi ham Pedri bilan Frenkie de Jong bor. Bularni pressingovat qilish juda qiyin. Bu menimcha key faktor bo'ldi o'yinda o'zi. Chunki Pedri bilan De Jong ko'p to'n olgandan keyin qancha pressing qilmasin, haqiqatda Newcastle ancha qiynaldi. Chunki Frenkie de Jongga eng ключевой narsasi bir aylanib oladi-da, ko'p to'ni boshqa tomonga pas bera oladi. Bu narsani bu o'yinda juda ham ko'p ishlatdi bu fintini. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, Frenkie de Jong 95% yoki 99% butun o'yin bo'yicha aniqlik передачасini yig'di. Точность передач deydi ruschasiga. Точность передач yig'di. То есть
Frenki de Jong umuman xato qilmadi bu o'yinda. Tushunishing uchun. Markus Rashford to'g'ri gol urdi. Ikkinchi gol umuman вообще zo'r chiqdi. Lekin o'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, savollar juda ko'p Markus Rashfordga. Bitta xursand qiladigan tomoni Barselonani shuki, Lamine Yamal yo'q edi. Lamine Yamalsiz Barselona juda yaxshi o'ynadi. Bitta prognoz bor. Bilasizlarmi nima? Menimcha agar Lamine Yamalni olib tashlasa ham Barselona yomon o'ynaydi. Hammaga rahmat.